Fazer, dada, men Nyu-Jersiyga ketyapman. Menga yangi mashina kerak bo'lyapti. Avtosalondan yangi mashina sotib olmoqchiman. Bo'pti, qachon chiqarkan? Yarim soatda o'zi olib kelib tashlar ekan. To'y qil, dema uni. Dema dedim. Ho'kiz. Hey ota. Ha bacham. Mana shu ho'kizni sotaylik, qo'yni sotaylik. Rossiyada ishlab kelgan pulim bor. Shuni qo'shaylikda bitta jentrocha olaylik qarosida. Ha, mayli, u qachon chiqadi u mashina? Endi xudo biladi, chiqib qolsa kerak. Ha, mayli. Ha, Bobur. Qanaysan? Bu qaro jentraga to'lov qilsan eshitdim. Sabrning toqati sabr. Ha. Qani, moshin qani? O'yinni o'tirib ham chiqding, moshin yo'q. Dadang ham rahmatli bo'lib ketdi moshinni ko'rib. Chiqadimi? O kalabukalla, mana asabimga tegma, o'zi ichi etimni yeb o'tibman. Chiqadi, sabr. O'zi qo'shingni o'rtasiga Mercedesning belgisini qo'yaman. Bobur, nima qilyapsan? Qarojentrachamni parkovka qilishni o'rganyapman. Bu Mavlonqulning Hyundai'chasi chiqdi-yu, lekin meni jentrocham chiqmadi. Preking. U jentrop chiqmaydi. Chiqadi. Jentrocham chiqadi. Baba. Turing. Avtosalondan keldik. Jentro chiqdi. Jentrochangni bitta joyingga tiqib qo'y, tushundingmi? Sani jentrochang chiqquncha meni tomoshabin tushundi o'sha nimani chiqqanini.